İkinci qism. Gulnoziya shundoq deb Sahirani tozliq uydan itirib chiqarib etdi. Ondan Sahirani tanlab turib, dostiki u necha soatdan beri mijiqlab o'tirgan kiyimlarni cho'ng kir alg'og'iga solib, kir alg'oni mangdirib etgandan keyin hamma yeri mozg'ab bo'lib, tilg'oq bo'lib ketgan tozliq uyni tozlashga boshladi. Ahmad apandining uyda qalayimqon tursa, ochig'i keladiganligini u obdan biladi. Sahiramu hozir Gulnoziyaning ko'ngil qo'yib ta'lim berish natijasida dodisi kelsa kiyimlari ratlik, pokiza bo'lishi, har vaqt kulimsirab turishi kerakligini o'rganib ketgan edi. Shunga u bayotdan beri kir yuvish jarayonida ho'l bo'lib ketgan kiyimlarini silib etib, boshqa kiyimlarga almashtirib, sochlarini tarab, yuz-qo'llarini pokiza yuvib, nihoyat xushal kech qilgandek holatga kelib bo'lgan edi. Bu chog'da Gulnoziyamo tozliq uyini yig'ishtirib bo'lgan edi. U tozliq uydan chiqib turishi bilanla Ahmad apandi kirib keldi. Sahira hech ish bo'lmagandek dadasining yeniga erkalab yetib keldi. Ahmad apandi Sahirani ko'tarib oldi. Buni ko'rib Gulnoziyaning ichi to'z qo'ygandek ichishib tursimi, ammo chandurmasdan ularga masga kelgandek qiyofatda kulimsirab qo'ydi. Ahmad apandi bir nima deb so'rab bo'lguncha Gulnoziya uningga bayratihi Sahiraning kiyimlarini yuvib bo'lib, tozliq uyni tozalab chiqqanligini aytdi. Ahmad apandi Gulnoziyadan suyunib, uningga minnatdorlik nazari bilan qaradi. Sahira, bu yoqqa chiqa? Gulnoziya yana gap boshladi. Sahira bu vaqtda tozliq uyda edi. Gulnoziya Sahiraning tozliq uyda o'zini yig'ishtirib bo'lolmay qiynalganligini obdan biladi. Shundaq turqliq qasdan mushu vaqtga to'g'rilab uni chaqirib otadi. Sahira shuncha aldirsimi yanala Gulnoziyaning sur'atiga ulgurolmadi. Aksincha u aldirgan sari ishlari qulashmay otadi. Sahira Gulnoziyaning oldiga chiqqan chog'da Gulnoziyaning savr qachisi allaqachon to'shib teshib ketgan edi. Meni chaqirganimni anglamadingmi? Shuncha chaqirsam, qiting'im olmay o'ltirsan degina chaplab. Viyay, qachonmi odam bo'lasan? Sen cho'ng bo'g'icha, sening dardingni qerib ketadigan o'xshayman. Yiqiroq kela qishimga, dardida qarab turmay. Dedi Gulnoziya Sahirani yeyotgandak talaffuzda. Men shu qo'sqim og'rib, dedi Sahira titrab turib. Osh, bo'ldi qila ko'nglimni elashtirmay. Ma'u putlarim og'rib ketyotidi. Putimni tutib qo'ya. Sahiraning qo'llari hech bir qulashmasimi, ammo Gulnoziyani xush qilish uchun butun vujudi bilan tutayotdi. Lekin Gulnoziya uni yana silkishlashga boshladi. Voy. Kichimga yana qoshlagandek nimanda qiliqlarni qilib yurasan? Hay kaliköz. Mejib tuzuk tutmamsan deyman. Nimanda yuragimni siqadigandim o bir nima. Voy, nerbara bo'ldi. Gulnoziya uningga shundoq deb varqirdi. Amaliyotda Gulnoziyaning nardimi puti og'risin. U faqat Sahiraning ko'ngliga qandoq azor berishni o'ylaydi. Nemishqidir u Sahiraning bechora turqini ko'rsa xush bo'ladi. Dadisi barchaqlardiki xushal bo'lgan holatiga qarsa bearam bo'ladi. Qarg'anda o'gaylik shunchalik yomon bo'lsa kerak. Sahiraning dadisi yo'qchalardagi kunlari bir bo'lsa ichsi qilib zerikib ketsimi, o'zining yotoq uyida o'tirish, bir bo'lsa Gulnoziyaning har xil shakldagi qiynashlarga bardoshlik berib qiynalish edi. Oningcha Gulnoziya tarafidan qiynalgandan zerikisimi yotoq uyda o'tirgani yaxshi edi. Bu qizning bu esil uyda xo'rlanayotganligini faqat ichi zaharga to'shqan hiylagar Gulnoziya bilan Sahira biladi.
Boshqalarning nazarida Sahira bu uyning erki malikasi, baxtlik atvorliq qizi edi. Boshqalarning xayolida bu uyda Sahiraning og'zidan nima chiqsa shu ijro bo'ladi. Nima jigisi kelsa shu tayyor. Nima kelgusi bo'lsa shu uchisida hozir bo'ladi. Lekin ular Sahiraning odatdagi oilalarning qizdirchilikmi, erkinligi va imtiyozi yo'qligini hargizmi tasavvur qilolmaydi. Ko'nla deydi ekan, oyning 15 yo'ruq, 15 qorong'u deb. Sahiragimi yo'ruq kunlar nisb bo'lar. Ammo Gulnozga oyning yuzini to'sib yotgan qora bulutning o'zi edi. Bulutmu shamoldan qo'rqadigandu. Bir kuni Sahiraning ohuzlarlari to'shqanda bu qora bulutni o'chirib ketgidek shamolma chiqa. Ahmad Apandi Chabdash mablag' yurishtirish cheklik shirkatining direktori edi. Uning shirkati garchi bek cho'ng bo'lmasa-mu, lekin sal qarashga bo'lmaydigan xeyli kuchli shirkatlardan edi. Ahmad Apandi o'zining aloqa yo'lining kengligi, savdodagi ishonchlikligi, shirkat xizmatchilarining qo'lidan ish keladigan qobil bo'lganligidan uning oldiga ish bajarishga keladiganlar ko'p edi. Ularning shirkatiga tövini yakki tijoratchilardan tortib, yuqorisi zavod, korxonalargacha ish bajargili keladi. Ahmad Apandi texi yosh bo'lishiga qaramay qoidalik edi. Qandoqdir azroq pul tepibla kerilib ketgan odamlarga zotili o'xshamaydi. Uningda kibrdan asarmi yo'q edi. U shunchalik boyashat oiladan kelib chiqqaniga yarasha boshqa boyvachcha bolalardek o'yin tomoshalarga boshchilab kirib ketib, ota-onasini hadislar ansirtib yuradiganlarga o'xshamaydigan alohida xarakterga ega, olg'a intilishchan, puchak arzu-havaslardan xoli cho'ng bo'lgan edi. Dadisi Mahmud Apandi bilan opasi Rahila xonim uningdan to'liq faxrlanadi. Ahmad Apandining to'liq o'tira maktabda o'qiyotgan chog'larida moliya iqtisod kasbiga alohida ishtiyoqi bor bo'lib, mushu sohada o'zib chiqishni umid qiladi. Shunga u tirishib o'rganib, ichkiridagi donliq universitetga o'tib, kelgusidagi orzusi uchun asos hozirladi. Uning bu universitetga o'tganligidan xursand bo'lib ketgan Mahmud Apandi bilan Rahila xonimning beshi ko'kka tiqashdi. Ular arzuliq o'g'liga qiyolmasimi, o'g'lining arzusi va xushalliqi uchun uni yo'lga silib qo'ydi. Ahmad Apandi zo'r arzu umidlarni ko'ngliga pukib, ichkir tomon yurib ketdi. U o'zi arzu qilgan maktabda, o'zi arzu qilgan kasbda o'qigandami butun vujudi bilan, butun ishtiyoqi bilan o'qidi. Kasbning egilashga tegishli bo'lgan barliq mazmunlarini berilib o'rgandi. Mushu kasbda erishga tegishli bo'lgan hamma kenishkilarni to'liqi bilan erishga tirishdi. Oxiri Ahmad Apandining o'qishimi bitdi. U yurtiga qaytish uchun yana avvalgideklar o'quvchi bolalar o'ltiradigan poyezdga o'ltirib qaytdi. Uning ba'zi savodoshlari ota-onasining iqtisod qiyinchilik tortishi bilan kori yo'q, shuhratparastlik qilib, rohat qo'g'lishib, aeroplanda qaytishgan edi. Ahmad Apandining onasi Rahila xonimmi suyimlik farzandini tezroq ko'rish istikida uni aeroplanda kelishga da'vat qilsa-mu, lekin Ahmad Apandi yanala poyezdda qaytishda ching turgan edi. Balkim taqdir peshona degan shu bo'lsa kerak. Ahmad Apandining bu qitimqi safari uningga Sahiraning opasi Mahirani nisb qildi. Ahmad Apandi Mahira bilan mushu qitimqi safarda tanishgan edi. Mahiraning xuddi shaharga tunji qitim kirgan sahro qizlaridek tortinchoq mavsum turqi uningga alohida ta'sir qilgan edi. U qizning gap qilmayla qizdirib yerga qarashlaridan suyundi. Bo'libmi har qatim lap-lap qilib yerga boqqanida yo kirchidek egilgan agma buluq qop-qora kirpiklari xuddi yo o'qidek naq yurakka sanjilatdi. Ahmad Apandining yuragi jarlandi. Bu yerni Mahira paydo qilgan. Shunga Mahira davolab soqatish kerak. Ta mushu kemgacha muhabbatlashib boqmagan Ahmad Apandi Mahira tarafidan so'ygi tutquniga aylandi. Bu ishkaylan yurtga qaytquchi bo'lgan bu bir necha kunlik safarda yaxshi hamrohlardan bo'lishib, bir-biri bilan obdala chiqishib qoldi. Ahmad Apandi yurtga oz qolgan sari bu safarning yana bir necha kun davomlashishini orzu qilyotdi. Mahiradan faqatla ayrilg'isi yo'q edi.
Ammo amal qancha. Yanala yurtqa kelib, bir-biriga qiymagan holda ayrilishdi. Ahmad apandining o'qishi bitgan bilan Mahiraning o'qishiga yana 1 yil bor edi. Ular bir-biriga ilhom madadlarni berishib, Mahira Ahmad apandi yanada bordek his qilib, o'qishni davomlashtirib. Ahmad apandi Mahira bilan bo'lgan kelgusidagi go'zal kunlarni xayolan tasavvur qilib, o'zicha baxt qo'ynida papilinatdi. Ahmad apandi yurtqa qaytib kelgan yilida imtihon berib, shaharlik qurilish bankasiga ishga tushdi. Uydagilar Ahmad apandidan xotirjam bo'lib qoldi. Hamda ular arzuluq o'g'lining to'yini qilib, tezroq navrilik bo'lib, oxirgi umrini xushal-xoram o'tkazsa bo'ladi. Ular shundoq o'ylab yurgan kunlarda Ahmad apandi kunda bir xil ritmda davomlashadigan bu xizmatdan zerikishga boshladi. Chunki u burundala o'z oldiga ish davirtishni o'ylab yurgan bo'lg'achqa, xizmatdan borgan sari royinishga boshladi. U bu o'yini, ya'ni xizmatdan istifa berib, o'z oldiga igilik tiklash planini Mahmud apandiga aytib edi. Uning bu fikrini Mahmud apandi tezda qo'llab ketmadi. Chunki ishlarni yanala ehtiyotchilik bilan qilishni yaxshi ko'radi. Ularning nazarida muqim xizmatning xatiri yo'q, kapolati bor edi. Ammo Ahmad apandi o'zining kelgusi planlari ustida bir haza tushuncha bergan edi. Mahmud apandi sal-pal mayil bo'lib qoldi. Dadisining sal eriyotganligini his qilgan Ahmad apandi amdi dadisiga bir mezgil vaqt berishni o'ylashdi. Bir mezgil o'tib, Ahmad apandi rastalla xizmatidan istifa berdi. Mahmud apandi bilan Rahila xonim Ahmad apandining boshqalar oldirab erisholmaydigan bundoq yaxshi xizmatni qarab turib qo'ldan berayotganiga ichi ichib tursa-mu, ammo yanala o'g'liga madad berishni tanladi. Ahmad apandi xizmatidan istifa bergandan keyin avval moliya boshqaradigan shirkatlarda yo'linib ishlab, shaxslar bilan ham hukumat o'rinlari bilan munosabat o'rnatishni, ishlarni qanday yo'sinda bajarishni o'rgandi. Chunki u shirkatni qurib qo'ygan bilan munosabatli ishlarni bilmasa bo'lmaydiganligini bilgachga 2 yil o'zini ashundoq chiniqtirdi. Bu jarayonda Mahiramu o'qishni bitirib qaytib kelib ishga o'rinlashdi. Mahira o'qituvchi bo'ldi. Bu chiroyli, nozik, mehribon qizg'imi dal mushu kasb eng mos keladi. U o'zining go'zalligi, nazokati, mehribonlik bilan sabiylarga go'zallikning purqini his qildirib, mehr-muhabbatning kuch-qudratini tunutib, ma'rifatning urug'ini bexlandirib, ularni alga naf beradigan cho'ng daraxtga aylantira oladi. Mahira qaytib kelgandan keyin Ahmad apandi teximot tetiklashib ketdi. U Mahirani har qatim ko'rsa, butun harg'inliklari yo'qolib ketadi. Chunki Mahiraning toshnimi eritayotgandek yoqimli ovozi, illiq mehr-muhabbati uning uchun ilhom va madad bo'ladi. U Mahiraga to'ymay qaraydi. Mahira yana shundoq tortinchoqligi bilan Ahmad apandining ichini kuydiradi. Ko'zlaringiz pek chiroyli, Mahira. Sizning odamga har bir qarashingiz mendek oshiqni Majnunning cho'liga aylantirdi. Men sizning mushu ko'zlaringizga oshiq, deydi Ahmad apandi. Bundoq gaplarni anglab, Mahira onardek qizirib ketadi. Bugun novat yeganmidingiz? Gaplaringiz pek tatliq-ku. Rostavaman. Odam o'zinikini eng keyin payqaydi deb, sizmi his qilmayapsiz, a? Rahmat. Shu topda uchib ketayli dedim, Jumu. Men Helibika uchib ketsam, bu ko'zlarni ko'ramay qolmam yana. Uchib ketgan qani? Agar siz uchib ketsangiz, sizning putlaringizga chingida esilib olaman, a? Siz eng yaxshisi. Mening qalbimga oshiq bo'ling, Ahmad. Chunki siz oshiq bo'lgan bu chiroylar hamon vaqtning o'tishiga ergishib qo'riladi. O'z iskatini, rangi-ro'yini yo'qotadi. Keyin qirib chochlari oqargan, yuzlariga yo'l-yo'l qo'riq tushgan mo'mayga aylansam, umidsizlanib qolmang yana. Man qarang, jinim Mahira. Siz qirib ketsangizmi, sizning ashu oq chochlaringiz, yo'l-yo'l qo'riqlaringiz men uchun o'xshashlar to'diyadir. Sizdek mehribon qiz qiyrisingizmi, latofatingizni yo'qotmay, pokiza qiyrysiz. Shunga menga mayli siz qanday holatda yuring, o'xshashli chiroyli ko'rinaverasiz.
Keyin kunlarning o'tishiga agishib, mening sochlarim shalanglashib, peshonlarim kengayib, kerilib turgan qaddim pukilib, minutiga birni chamlaydigan bo'lib qolsam, meni yaratmay qo'ymaydigansiz ajinim. Ahmad apandining gaplarini anglab, Mahira kulib etdi. Ahmad apandining mögdib qolganligini ko'rib, texmi bak o'zini tutolmay qoldi. Nima? Nim bo'ldi? Acaba men kulkilik gap qildimmi? Dedi Ahmad apandi Mahiraning to'xtamay kulib ketayotganligiga hayron qolib. Mahira kulkidan aran o'zini to'xtatdi. Menchu bayatdan beri sizni o'zingizni tasvirlab bergandek tasavvur qilib baxtim. Rastla bek kulkilik. Undaqda biz tang tasavvur qilaylik. Men ashu chog'da sizning qo'llaringizni ching tutib baqchilarni aylanaman. Yerib qolsak, o'rindiqlarda o'ltirib, yoshligimizda tang aslashimiz. Shu chog'da biz texin navrlik bo'lamiz. Haras, ular daminish kunlarida, hayit bayramlarda uyimizga kelib, uyimizda obod qilib o'tadi. Ikkimiz ular uchun qo'l-qo'lchi tayyorlik qilamiz. Ularning chehradagi kulkidan o'zimizga xushallik ham baxt topamiz. Ikkilan qo'llarini chingida tutishganicha mushundaq tatliq xiyollarni qilishadi. Undaqda bu ikkisi qandoq murod maqsadlarga yetgandi? Mahira nima sababdan o'lib ketgandi? Biz buni keyingi qismdan anglaylik. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning ikkinchi qismini anlatdik.